Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun neyrofiziologiya darsliklarimizning davomi sensor sistema yoki sensor tizim haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, dastlab o'zi sensor sistema nima shu haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak. Sensor sistema bu odam organizmining sezgi sistemasi hisoblanadi. Ya'ni sezgi sistemamiz orqali ta'rifini demak dastlab ko'rib chiqamiz. Sensor reseptorlar atrof muhitdagi stimullarni, ya'ni taassurotlar orqali faollashadi va bu faollash orqali elektr signallari hosil bo'ladi va bu elektr signallari keyin markazga uzatiladi va bu orqali atrof muhitdagi qaysidir bitta taassurotga nisbatan organizmda sezgi hosil bo'ladi. Aynan shu bizni bugun o'rganadigan sensor tizim orqali amalga oshadi. Endi bu slaydga yana qaytamiz. Undan avval sezgi tizimimiz haqida dastlabki tushunchalarni hosil qilib olishimiz kerak. Demak, aytyapmizki, sezgi hosil bo'lish kerak ekan. Biz o'tgan safar aytdik, o'sha orqa miya misolida, shu orqa miya bo'ladigan bo'lsa, orqa miyani orqa shoxi, ya'ni shu joyimiz, mana orqa shoximiz, kulrang moddaning orqa shoxi haqida gap ketyapti. Aynan sezgiga javobgar yoki bo'lmasa boshqacha aytadigan bo'lsak, afferent tolalarimiz, ya'ni sezgi tolalarimiz orqa shoxga kelar edi. Aynan shu sezgi tolalarimiz impulslarni qabul qilish kerak. Nimadan qabul qiladi desak, ular albatta odam organizmining qaysidir joyida joylashgan, ya'ni qaysidir qismida mavjud bo'lgan retseptorlardan impulsni oladi. Va shu retseptorlarning qo'zg'alishi, ya'ni dastlab retseptorlar qo'zg'alishi bizda sezgi impulslarini hosil bo'lishi yoki umuman aytadigan bo'lsak, sezgini hosil bo'lishini ta'minlab beradi. Demak, doimo sensor tizimimiz, ya'ni sensor tizimimiz retseptordan boshlanadi. Endi bu uchun dastlab retseptor qo'zg'alishi kerak ekan. Retseptor qo'zg'algandan keyin u impulslarni nerv tolasiga beradi. O'tgan video darsligimizda aytdikki, aynan orqa miyaga retseptordan impuls olib beradigan tolani bu afferent tola dedik. Afferent tola yoki sezgi tolasi deb atadik aynan. Demak, bugun aynan periferiyadan, ya'ni retseptordan markazga intiluvchi tolalar hamda yo'llar haqida gaplashib o'tamiz. Chunki aynan sezgimiz periferiyadan, ya'ni retseptordan boshlanib markazga intiladi, ya'ni orqa miyadan markaziy nerv sistemasining yuqori qismlari po'stloqgacha davom etishi kerak ekan. Endi shunga qarab turib sezgi yo'li degan tushuncha ham mavjud. Ya'ni retseptordan impulslarni mana nerv tolasi olyapti, u keyin orqa miyaga o'tyapti. Orqa miyadan keyin qanday qilib ular harakat qiladi degan savolga javobni hozir topamiz. Demak, aytib o'tdik, sezgi retseptordan boshlanadi ekan. Odam tanasining qaysidir bir qismida joylashgan. Mana o'sha retseptorimiz. Retseptorda impulslarning hosil bo'lishi ham shu retseptorda tashqi ta'sirot ta'sirida ta'sirlanishi tufayli yuzaga keladi. Ya'ni mana qaysidir bitta stimul retseptorda qo'zg'atgandan keyin shuni teridagi retseptor deydigan bo'lsak, shundan keyin retseptorda harakat potensiali hosil bo'ladi va shu orqali retseptor harakat potensialini birinchi tartibli nerv tolasiga o'tkazadi yoki uni biz birinchi tartibli afferent tola deyishimiz mumkin. Birinchi tartibli afferent tola. Nima uchun afferent deyapmiz? Chunki o'tgan safar ham aytdik, hozir ham aytib o'tdik, aynan markazga intiluvchi hamda sezishni ta'minlab beradigan tolalarni biz afferent tolalar deb ataymiz. Retseptordan impulsni olgan mana birinchi tartibli tolamiz, ya'ni shundan boshlanganligi uchun birinchi deb atayapmiz, orqa miyaga kiradi. Orqa miyaga olib keladi impulsni. Demak, tananing qaysidir bitta qismidan retseptordagi impulsni olgan birinchi tartibli afferent tolamiz doimo orqa miyaga olib kelar ekan. Orqa miyaning kulrang moddasiga kiradi. Nima uchun? Chunki aytib o'tdik, orqa miyaning orqa shoxi, kulrang moddaning orqa shoxi, ya'ni mana aytadigan bo'lsak, aynan sezuvchi tolalarni qabul qiladigan yoki sezishga javobgar bo'lgan qismi edi. Orqa shoxga kirgan birinchi tartibli nerv tolamiz mana ikkinchi tartibli nerv tolasini hosil qilib beradi. Ikkinchi tartibli nerv tolasini hosil qiladi. Mana mana shu yerda. Xo'p. Mana birinchi tartib, mana ikkinchi tartib hosil bo'lyapti.
ikkinchi tartibli nerv tolamiz keyinchalik yuqoriga intiladi. Ya'ni bunda biz mana miya ustunini yoki miya ustunidan o'tib turib talamusga boradi deb olsak bo'ladi. Demak, orqa miyamizda ikkinchi tartibli afferent tola hosil bo'lar ekan. Ikkinchi tartibli afferent tola. Bu ikkinchi tartibli tolamiz yo miya ustuniga boradi mana, yo bo'lmasam ko'p holatlarda talamusga boradi. Ya'ni talamusga sezgi haqidagi impulsni o'tkazadi. Talamusda keyin u uchinchi tartibli afferent tolani hosil qiladi. Uchinchi tartibli afferent tola mana talamusda hosil bo'lyapti. Uchinchi tartibli afferent tola. Uchinchi tartibli afferent tolamiz keyinchalik bosh miyani po'stlog'iga boradi, ya'ni oliy nerv faoliyatimizga. Oliy nerv faoliyatimiz bosh miyani po'stloq qismiga. Mana po'stloqqa kelyapti. Po'stloqdan keyin bizda 4-tartibli afferent tola hosil bo'ladi. Afferent tola. Endi mana savol tug'ilishi mumkin. Po'stloqdan keyin joy yo'q-ku, nimaga po'stloqda 4-tartibli afferent tola hosil bo'lyapti desak, aynan po'stloqda bilamizki 4 ta qismi bor: frontal peshona, parietal tepa, temporal chakka hamda occipital ensa sohasi bor. Shu afferent tola shu sohalarda aynan bitta spesifik joyiga boradi. Ya'ni bu mana 4-tartibli tolamiz tepa sohasiga borishi mumkin, yo bo'lmasam frontal peshona sohasiga borishi mumkin, yoki temporal chakka sohasiga yoki orqadagi mana occipital sohaga borishi mumkin. Ya'ni aynan bitta spesifik joyga boradi, umumiy joyga emas. O'shuning uchun ham talamusdan kelgan 3-tartibli afferent tolamiz doimo bosh miya po'stlog'ining ma'lum bir spesifik joyiga boradigan 4-tartibli afferent tolaga impulslarni o'tkazib beradi. Va shu orqali bosh miyani po'stlog'ida qaysidir bitta sezgi haqida javob impuls keladi, po'stloqqa keladi va shu joyda analiz sintez qilinib po'stloqda keyin javob reaksiyasi yoki umumiy aytadigan bo'lsak javob hosil bo'ladi. Demak, sezgi haqidagi ma'lumotlar bosh miya po'stlog'ining ma'lum bir joyida hosil bo'lar ekan. Endi shu sistemamiz, ya'ni sensor sistemamiz haqida aytib o'tishimiz kerakki, doimo mana periferiyaga yaqin joylashgan tolalar, ya'ni misol uchun 1-tartibli afferent tolamiz periferiyaga yaqin joylashgan, ya'ni retseptordan impuls olyapti. Ular eng sodda tuzilishga ega bo'lgan tola hisoblanadi. Sodda tuzilishga ega bo'ladi. Tuzilishga ega. Qancha afferent tolamiz markazga intilib borgan sari u murakkablashib boradi. Bundan xulosa shuki, bosh miya po'stlog'idagi 4-tartibli afferent tolalarimiz eng murakkab tuzilishga ega bo'lgan afferent tola hisoblanar ekan. Murakkab tuzilishga ega tola 4-tartibli afferent tolamiz ekan. Va yana shuni aytib o'tish kerakki, doimo juda ham ko'plab 1-tartibli afferent tolamiz bitta 2-tartibli afferent tolaga impuls beradi, ya'ni qo'zg'atadi. Xuddi shuningdek juda ham ko'plab 2-tartibli afferent tolamiz bo'lsa, bitta 3-tartibli afferent tolaga impuls beradi, ya'ni murakkablashib bo'lyapti-da. Va uni qo'zg'atadi. Xuddi shuningdek bitta 3-tartibli afferent tolamiz, kechirasizlar, juda ham ko'plab 3-tartibli afferent tolamiz bitta 4-tartibli afferent tolaga impulsni beradi, ya'ni uni qo'zg'atadi. Ya'ni demak, po'stloqdagi bitta afferent tolani qo'zg'atish uchun talamusdan juda ham ko'plab 3-tartibli afferent tolalarimiz kelishi kerak. Va shu orqali po'stloqdagi 4-tartibli afferent tolamiz qo'zg'alar ekan. Endi aytib o'tyapmizki, sezgi sistemasi yo bo'lmasa umuman afferent toladan impulslarni o'tishi dastlab mana retseptordan boshlanadi ekan. Retseptordan. Endi odam organizmida retseptorlarda necha xil turi mavjud degan savolga javob topib ketamiz hozir. Xo'p, retseptorlar qanaqa bo'ladi, necha xil bo'ladi va ular qayerlarda joylashishi mumkin, shular haqida gaplashib o'tamiz. Undan oldin yuqoridagi slaydimizni ko'rib chiqamiz. Mana aynan shu slaydimizda ham biz hozir aytgan gaplarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni aynan mana aytayaptiki, sezgi sistemamiz, ya'ni afferent tolani hosil bo'lishi mana retseptorda qo'zg'alishdan boshlanyapti. Retseptor qo'zg'alyapti-da, u mana 1-tartibli neyronni, ya'ni afferent tolani hosil qilyapti. U orqa miyaga kiryapti mana.
orqa miyadan keyin ikkinchi tartibli afferent neyron hosil bo'lyapti. Bu ikkinchi tartibli afferent neyron miya ustunida o'tib talamusda uchinchi tartibli afferent neyronga impulsni beryapti. Uchinchi tartibli afferent neyron mana bu miya po'stlog'ida to'rtinchi tartibli afferent neyronni hosil qilyapti. Mana to'rtinchi tartibli afferent neyronimiz po'stlog'ida ma'lum bir spesifik joyga keyin impulsni beradi. Ya'ni sezgini bilamizki, har bitta sezgini po'stlog'ida alohida bir joyi bo'ladi. Aynan shu sezgini analiz sintez qiladigan, ya'ni po'stloq umumiy holatda hamma sezgini analiz sintez qilmaydi. Ma'lum bir tartibdagi sezgilar uchun alohida joylari bo'ladi. Aynan shu joyga mana impulsni beradi 4-tartibli neyronimiz va shu joyda keyin sezgi haqidagi ma'lumotlar analiz sintez qilinadi. Bu ma'lumotlarimizda aynan mana birinchi tartibli afferent neyron haqida ma'lumot berilyapti. Ikkinchi tartibli, uchinchi tartibli va to'rtinchi tartibli hozir biz aytgandek. Endi retseptorlarda aytib o'tdik, odam organizmida sezgini boshlab beruvchi dastlabki tuzilmalar ekan. Endi yuqorida aytib o'tganimizdek, retseptorlarda necha xil turi bor degan savolga javobni topamiz. Odam organizmida asosan 5 xil tipdagi retseptorlar bo'lishi mumkin. Bularning birinchisi mexanoretseptorlar. Keyingisi fotoretseptorlar. Keyingisi hemoretseptorlar. Keyingisi termoretseptorlar va oxirgi xili bu notsiretseptorlar hisoblanadi. Retseptorlar. Endi qanaqa retseptorlarni biz mexanoretseptorlar deb aytamiz? Mexanoretseptorlar bu bosim yoki bosimdagi o'zgarishlar orqali faollashadigan retseptorlar hisoblanadi. Mana nomidan ham o'zi aytayaptiki, mexano deyilyapti. Ya'ni qanaqadir bitta mexanik omilning ta'sirida faollashadigan retseptorlar mexanik retseptorlar deyiladi. Yoki ta'rifda aytib o'tganimizdek, bosim yoki bosimdagi o'zgarishlar tufayli faollashadigan retseptorlarimiz aynan mexanoretseptorlar hisoblanadi. Endi mexanoretseptorlarda odam organizmida qanaqa turi bor? Mexanoretseptorlarda odam organizmida quyidagi turlarni ko'rishimiz mumkin. Bular Pacini tanachalari qayerda bor desak, Pacini tanachalari bu teri osti yog' to'qimalarida bo'ladi. Yoki teri osti to'qimalari desak ham bo'laveradi. Pacini tanachalari birinchisi. Bundan tashqari Meysner tanachalari. Buni gistologiya darsliklarda ham o'rgangan bo'lishlaring kerak. Meysner tanachalari aynan mexanoretseptorlarga kiradi. Bu ham terida bo'ladi. Yo bo'lmasam karotid sinus baroretseptorlari aynan mexanoretseptorlarda turiga kiradi. Baroretseptorlari. Karotid sinus baroretseptorlari bu qon bosimini sezadigan retseptorlar hisoblanadi. Bosimini sezadi. Ya'ni karotid sinus deganda mana umumiy uyqu arteriyasi nazarda tutilyapti. Umumiy uyqu arteriyasi bilamizki, tashqi va ichki uyqu arteriyalariga bo'linadi. Bo'yin sohasida eksternal hamda internal. Mana shu umumiy uyqu arteriyasini sinus, ya'ni bo'linishdan avvalgi sohasida mana baroretseptorlar joylashgan bo'ladi. Shu haqida gap ketyapti va shu baroretseptorlarimiz qon bosimini o'zgarishlarini sezadi, ya'ni tushganini yoki ko'tarilganini sezadigan retseptorlar aynan mexanoretseptorlar turiga kiritilyapti, lekin o'zi baroretseptor deb ataladi. Undan tashqari Korti a'zosidagi soch hujayralari, mexanoretseptorlarga kiradi. Korti a'zosini o'zi qayerda bo'ladi desak, korti a'zosini biz keyingi video darslarimizda gaplashamiz. Eshitishda ta'minlab beradigan a'zo hisoblanadi. Bu ya'ni bu eshituv tizimida bo'ladi. Aynan shu a'zoda soch hujayralari bo'ladi. Shu soch hujayralarimiz ham mexanoretseptorlarga, ya'ni mexanik omil ta'sirida qo'zg'aladi va shu tufayli ham mexanoretseptorlarga kiritiladi. Undan tashqari yana biz yarim doira kanallaridagi soch hujayralarini ham kiritishimiz mumkin. Yarim doira, ya'ni vestibulyar apparatdagi soch hujayralari bu muvozanatni ta'minlash uchun ishlatiladi. Buni ham keyingi video darsliklarimizda gaplashamiz. Aynan bular ham mexanoretseptorlarga kiradi. Endi
Fotoretseptorlargachi, fotoretseptorlarga bilamizki, foto degandan keyin demak ko'zda bo'ladigan retseptorlar haqida gap ketyapti. Ularga ko'lbachasimon va tayoqchasimon retseptorlar kiradi. Ko'lbachasimon hamda tayoqchasimon. Endi xemoretseptorlarga odam organizmidagi o'zi xemo degandan keyin bu ximik, ya'ni kimyoviy o'zgarishlarni sezadigan retseptorlar haqida gap ketyapti. Yana ham aniq aytadigan bo'lsak, xemoretseptorlar bular organizm va tashqi muhitning kimyoviy tarkibidagi o'zgarishni sezadi. Bu organizmda o'zida ham bo'lishi mumkin yoki tashqi muhitdagi kimyoviy o'zgarishlarni sezadi. Kimyoviy o'zgarishlarni. Aynan shu retseptorlarni biz xemoretseptorlar deymiz. Bularga kislorodni yoki karbonat angidrid yoki pH ni o'zgarishini sezadigan retseptorlar, chunki bular ham kimyoviy modda yoki ta'm sezgisini ta'minlab beradigan retseptorlarni kiritishimiz mumkin. Bularga ham batafsil to'xtalamiz. Endi termoretseptorlar mana o'zining nomidan ma'lum. Termo degandan keyin demak issiqlikni yoki sovuqlikni, ya'ni haroratni sezadigan retseptorlar bu termoretseptorlar deb ataladi. Odam organizmida ikki xil termoretseptor bo'ladi. Issiqni sezuvchi va sovuqni sezuvchi retseptorlar bu termoretseptorlarimizga kiritiladi, ya'ni haroratni sezyapti. Va oxirgi notsiretseptorlarga qanaqa notsiretseptorlar desak, ular og'riqni sezuvchi retseptorlar hisoblanadi. Odam organizmidagi og'riqni sezuvchi retseptorlar notsiretseptorlardir. Ularda ham ikki xil turi bor. Ularga batafsil to'xtalib o'tamiz. Endi mexanoretseptorlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, mexanoretseptorlar o'zini ham yana bo'lib olamiz, chunki mexanoretseptorlarga aytib o'tdik, Pacini tanachalari, Mesnet tanachalari yoki Raffini tanachalari bor. Bundan tashqari va karotid sinusdagi, kortey a'zosidagi, vestibulyar apparatdagi hujayralarni aytdik. Endi aynan terida joylashgan mexanoretseptorlarning o'zi ham alohida sinflanadi. Ya'ni teridagi mexanoretseptorlar. Ular aytdik, bosim yoki bosimdagi o'zgarishni sezadigan retseptorlar dedik. Endi teridagi mexanoretseptorlar nimasiga nisbatan bo'linadi desak, adaptatsiyasiga, ya'ni tashqi muhitdagi o'zgarishlarga moslashishiga qarab turib sinflanadi. Adaptatsiyaga qarab turib bo'lib olamiz. Qanaqa turlarga bo'lib olamiz desak, bularni biz moslashishiga qarab, adaptatsiya moslash degani-ku, shu uchun ham moslashishiga qarab turib 3 ga bo'lib olsak bo'ladi. Teridagi mexanoretseptor haqida gap ketyapti xolos. Haligi karotid sinusdagi, ya'ni uyqu arteriyasidagi baroretseptorlar haqida emas, yoki eshitishdagi kortey a'zosidagi soch hujayrasi yoki muvozanatni ta'minlaydigan yarim doira kanaldagi soch hujayrasi haqida emas. Faqatgina teridagi mexanoretseptorlarni adaptatsiyasiga moslashishiga qarab bo'lyapmiz. Qanaqa turlarga bo'ladi desak, juda tez moslashuvchan mexanoretseptorlarga bo'lamiz ularni. Juda tez moslashuvchan. Ikkinchisiga tez moslashuvchan va uchinchisi sekin moslashuvchan turlarga bo'lib olamiz. Sekin moslashuvchan. Endi tez moslashuvchan turiga nima kiradi yoki qaysi hujayralar kiradi yoki qaysi retseptor kiradi desak, Pacini tanachalari juda tez moslashuvchan mexanoretseptorlarga kiradi. Ular tashqi ta'sirotga nisbatan juda ham tez moslashadi. Endi tez moslashuvchan mexanoretseptorlarga biz Mesner tanachasini kiritishimiz mumkin. Mesner tanachasi yoki soch follikulalarini kiritishimiz mumkin. Soch follikulalaridagi retseptorlar. Endi soch follikulalaridagi retseptorlar bular asosan qayerda bo'ladi degan savolga barmoq uchida va lablarda bo'ladi. Soch follikulalar. Endi sekin moslashuvchan mexanoretseptorlarga biz Raffini tanachasini yoki Merkel degan retseptorlar bor. Merkel retseptorlarini kiritishimiz mumkin. Ular
ta'sirotga nisbatan sekin moslashadi. Mesner tanachasi yoki soch follikulalari tez moslashadi. Pacini tanachalari bo'lsa juda ham tez moslashadi ekan. Endi bundan tashqari yana retseptorlarda, ya'ni umumiy retseptorlarda, faqatgina bu teridagi retseptorlarda nazarda tutilmayapti. Ikkita turga yana bo'lib olishimiz mumkin retseptorlarni. Bularga fazik retseptorlar hamda tonik retseptorlarga bo'lib olishimiz mumkin. Qanaqa retseptorlarni biz fazik retseptorlar deymiz desak, fazik retseptorlar bular tashqi ta'sirotga tez moslashuvchi retseptorlar hisoblanadi. Tez moslashuvchi. Bu nima degani? Ya'ni qanaqadir bitta retseptorga ta'sir beriladigan bo'lsa, ya'ni shunga nisbatan mana retseptorda qo'zg'alish yoki tormozlanish, ya'ni retseptor doimo stimulga nisbatan qo'zg'almasligi mumkin, tormozlanishi ham mumkin. Shu narsa juda ham tez bo'ladi va tez yo'qoladi. Ya'ni retseptorga ta'sir qilayotgan omilni hisobga retseptor tez qo'zg'aladi. Shuningdek tez u stimulga nisbatan so'nadi ham retseptorda ta'siri. Tezda qo'zg'alib, tezda tormozlanib qoladi. Tonik retseptorlar qanaqa desak, tonik retseptorlar tashqi stimulga nisbatan sekin qo'zg'aladi, ammo davomli qo'zg'aladi. Ya'ni bitta qo'zg'alib olgandan keyin davomli o'sha ta'sirni sezadi. Davomli sezyapti. Fazik retseptorlar bo'lsa, mana bitta sezdi, yana tezda tormozlandi. Bitta sezdi, tezda tormozlanyapti. Shunga qarab turib ham retseptorlarni biz bo'lib olishimiz mumkin. Xo'p. Endi mana bu slaydimizda aynan biz yuqorida aytib o'tgan teridagi mexanoretseptorlarga misollar berib o'tilyapti. Ya'ni bilamizki, teri bu 3 qavatdan iborat. Tashqi qavat epidermis, asl teri qavat dermiz hamda gipoderma qavatlaridan tashkil topgan yoq qavatidan. Endi mana biz aytgan Pacini tanachalari ko'rayotganimiz juda ham tez moslashuvchan turga kiritilyapti. Mana Pacini tanachalar teri osti yog' to'qimasida joylashyapti, 3-qavatda. Yoki bo'lmasa mana Mesner tanachalari haqida gap ketayotgan bo'lsa, mana ko'rilyapti. Mesner tanachalari tez moslashuvchan turga kirardi. Yoki bo'lmasa mana soch follikulalari mana shu ham tez moslashuvchanga kiradi. Qayta lablarida hamda barmoq uchlarida bor edi. Bular bo'lsa Raffini tanachalari biz sekin moslashuvchi turga kiritdik. Yoki bo'lmasa mana Merkel tanachalari ham dermis qavatda joylashib sekin moslashuvchi turga kiritdik. Va hokazo. Ya'ni bunda biz mana rasmda aynan terida joylashgan retseptorlarni ko'ryapmiz. Taktil retseptori ham misol sifatida aytib o'tib ketilyapti. Endi yuqorida ko'rdikki, mana sezgi yo'limiz ta'minlanyapti ekan. 4 ta tartibli neyronlar orqali, ya'ni afferent tolalar orqali va u biz yuqorida aytib o'tgan retseptorlar orqali amalga oshyapti ekan. Endi mexanoretseptordan keyingi retseptorimiz qaysi edi? Mexanoretseptordan keyingi retseptorimiz bu fotoretseptorlar edi. Fotoretseptorga aytib o'tdik, ko'lbachasimon hamda tayoqchasimon retseptorlar kiradi. Lekin biz ko'lbachasimon hamda tayoqchasimon retseptorlarga keyingi video darsimizda, ya'ni ko'z fiziologiyasida batafsil to'xtalib o'tamiz. O'shuning uchun bugun fotoretseptorlarga to'xtalib o'tmaymiz. Ko'zda batafsil molekulyar darajada o'rganib chiqamiz. Endi demak biz xemoretseptorlarga to'xtalib o'tamiz. Xemoretseptorlarda aytib o'tdik, organizm va tashqi muhitdagi kimyoviy tarkibidagi o'zgarishlarni sezadigan retseptorlar hisoblanar ekan. O'sha kislorodda, karbon gidridda yoki pHda yoki bo'lmasa ta'mda sezgisini ta'minlab beradigan retseptorlar xemoretseptorlar edi. Endi xemoretseptorlarni odam organizmida joylashishiga qarab ikkita turga bo'lib olsak bo'ladi. Bular periferik xemoretseptorlar hamda markaziy xemoretseptorlar. Periferik xemoretseptorlar qayerda joylashgan desak, bolalar, periferik xemoretseptorlar bular xuddi karotid sinus baroretseptorlarga o'xshab aorta va karotid sinusda joylashadi. Karotid sinusda. Mana karotid sinus bo'lsa, eksternal internal qismga bo'linayotgan yuqori arteriyasi bo'lsa, mana aortani yoyi, yurakdan chiqqan aorta yoyisimon holatda bukiladi. Aynan shu joylarda xemoretseptorlarimiz joylashgan bo'lishi mumkin ekan mana.
Lekin eslab o'tishimiz kerak, aynan shu aorta yoyi bilan karotid sinusda bundan tashqari baroretseptorimiz, ya'ni mexanoretseptorimiz ham joylashadi, lekin ular qon bosimini o'zgarishini sezadi. Bu hemoretseptorlarimiz nimani sezadi desak, bu hemoretseptorlarimiz, ya'ni aorta va karotid sinusda joylashgan hemoretseptorlarimiz qondagi kislorodning pasayishini sezadi asosan. Qondagi kislorodning pasayishini sezadi. Faqatgina kislorodning pasayishini emas, balki karbonat angidridni ham sezishga moslashgan. Chunki odam organizmida karbonat angidrid ko'payib ketadigan bo'lsa, aynan shu giperkapniya holatini ham karotid sinus hamda aortadagi baroretseptorlarimiz, hemoretseptorlarimiz sezib beradi. Ular hemoretseptor mana. Endi markaziy hemoretseptorlar qayerda joylashgan desak, markaziy hemoretseptorlar bular miya ustunida joylashgan. Miya ustuni. Bilamizki, miya ustuniga 3 ta qism kiradi. Bular pastdan tepaga chiqadigan bo'lsak, uzunchoq miya, keyin ko'prik, ya'ni pons, miya ko'prigi va yuqorida o'rta miya bo'ladi. Aynan shu uchosi miya ustuni deyiladi. Endi miya ustunidan eng pastki qism medulla oblongata, ya'ni uzunchoq miya, bilamizki, yurak qon aylanish, nafas olish hamda hazm qilish markazi hisoblanadi. Aynan markaziy hemoretseptorlar shu uzunchoq miyada joylashadi, chunki yuqorida aytib o'tdik, yurak qon tomir hamda nafas olishning markazi asosan. Nafas olish markazi bo'lgandan keyin shu uzunchoq miyadagi markaz o'sha kislorod hamda karbonat angidridni o'zgarishlarni sezishga moslashgan bo'ladi. Shu sababli ham markaziy hemoretseptorlar miya ustunini aynan uzunchoq miya sohasida joylashadi. Va bu orqali odam organizmidagi shu gazlarda o'zgarishlarni sezib, gomeostaz holatiga, ya'ni nisbiy turg'unlik yoki barqarorlik tomoniga olib borishga harakat qilib beradi, boshqa yo'llarda aktivlash orqali. Endi bu hemoretseptorlar haqidagi ma'lumot edi. Undan keyingi retseptorlarimiz bu termoretseptorlar hisoblanadi. Termoretseptorlarda aytib o'tdik bolalar, termoretseptor ikki xil termoretseptorlar bor odam organizmida dedik. Bular issiqni sezuvchi va sovuqni sezuvchi. Ya'ni haroratni sezib berishadi. Endi ikkala retseptorimiz ham o'rtacha temperaturada, ya'ni 36 gradus hamda 37 gradus orasida faol bo'ladi ikkosi ham. Odam organizmining normal temperaturasida, ya'ni tana haroratida ikkalasi ham faol bo'ladi, ishlayotgan bo'ladi. Qachonki odam organizmining temperaturasi 37 dan deb olaylik, endi 37 gradusdan baland bo'ladigan bo'lsa, aynan shu paytda faqatgina issiqni sezuvchi retseptorlar ishlaydi, issiqni sezuvchi. Lekin sovuqni sezuvchi retseptorlar shu paytda ishlamayotgan bo'ladi. Ishlamaydi. Endi qachonki odam organizmining temperaturasi 36 gradusdan deylik, 36 gradusdan pasayib ketganda 37 desak ham bo'laveradi, ya'ni o'rtacha temperaturani olsak. Endi 36-37 deganimizdan keyin o'rtacha temperaturamiz 36 dan pasayib ketishi deb olyapmiz, ya'ni kichkina sonda. Qachonki demak odam organizm temperaturasi, ya'ni tana harorati 36 gradusdan pasayib ketadigan bo'lsa, demak bu paytda faqatgina sovuqni sezuvchi retseptorlar ishlaydi. Sovuqni sezuvchi retseptorlar ishlaydi. Lekin shu paytda demak issiqni sezuvchi retseptorlarimiz ishlamaydi. Lekin odam shunaqa holatlarga ham tushib qolishi mumkin. Ya'ni temperatura juda ham baland bo'lib ketishi mumkin. Misol uchun, agar odam turgan temperatura 45 gradusdan oshib ketadigan bo'lsa, Selsiyda, bu juda ham issiq holati. Shunaqa 45 gradusdan oshib ketgan holatda odam organizmidagi issiqni sezuvchi retseptorlar ishdan chiqadi. Va bu paytda bizda polimodal notsi retseptorlar ishlab ketadi. Notsi retseptorlar. Biz yuqorida aytdik, notsi retseptorlar nima edi? Nimani sezib beradigan retseptor edi? Notsi retseptorlar bular og'riqni sezuvchi retseptorlar. Shu sababli ham qachonki 45 gradusdan yuqori temperaturaga tushib qoladigan bo'lsa odam, bu paytda odamda og'riq hissi uyg'onadi. Issiqni sezish yoki tana haroratini sezish retseptori emas, chunki u paytda retseptorlar ishdan chiqadi va odamda og'riq hissi uyg'onadi. Yo bo'lmasam 30 gradusdan pastda, ya'ni bunda nima bo'lyapti? Sovuq muhitga tushib qolyapti.
aynan 30 gradusdan past temperaturada ham odamda sovuqni sezuvchi retseptorlar ishdan chiqib, uni o'rniga yana notsiretseptorlar ishlaydi. Ya'ni odam organizmi bu paytda og'riq hissini sezadi. Buni xuddi ba'zi odamlarda bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana qo'l muzlaganda, o'ta ham sovuq joyga tushib qolsa, qo'li yoki oyoqlari muzlaganda bilsak, o'sha paytda odamda sovuq his emas, balki og'riq hissi uyg'onadi. Aynan nimaga? Shu paytda sog'liqni sezuvchi retseptorlar ishdan chiqqan va bizda og'riq hissini sezuvchi retseptorlar ishlab ketyapti va bizda shu temperaturada, ya'ni sovuqda og'riq hissi uyg'onyapti. Demak, buni bilib olishimiz kerak. 45 gradusdan yuqorida ham notsiretseptorlar ishga tushib ketadi, issiqni sezuvchi retseptorlar ishdan chiqadi. 30 gradusdan pastda bo'ladigan bo'lsa, sovuqni sezuvchi termoretseptorlar ishdan chiqib, bu paytda ham notsiretseptorlar ishga tushib ketadi va odamda og'riq hissi uyg'onar ekan. Bu termoretseptorlar haqidagi ma'lumot edi. Endi oxirgi turdagi retseptorimiz bu notsiretseptorlar. Aytib o'tdik, notsiretseptorlar bular odam organizmidagi og'riqni sezuvchi retseptorlar hisoblanadi. Notsiretseptorlar ham o'z navbatida ikkiga bo'linadi. Notsiretseptor. Qanaqa turlarga bo'linadi desak, notsiretseptorlar termal yoki buni ikkinchi nomi mexanik retseptor bo'lishi mumkin, ya'ni termal yoki mexanik notsiretseptor bo'lishi mumkin yoki polimodal notsiretseptor bo'lishi mumkin. Notsiretseptor. Termal yoki mexanik notsiretseptor. Endi termal yoki mexanik notsiretseptor nimani sezadi desa, bolalar, termal yoki mexanik notsiretseptor bu haqiqiy og'riq sezadigan retseptorlar hisoblanadi. Ya'ni misol uchun mana shu qo'limni men kesib oladigan bo'lsam, shu kesganimda yuzaga keladigan hisni aynan mana shuni pichoq deydigan bo'lsak, hisni meni termal yoki mexanik notsiretseptorlarim sezadi, og'riq hissini. Ya'ni o'sha kesib olgandagi, urib olgandagi, travmadagi og'riq hislarini termal yoki mexanik notsiretseptorlar sezadi. Endi polimodal notsiretseptorlar nimani sezadi unda desak, polimodal notsiretseptorlar bular biz yuqorida aytgandek juda ham issiqni, hali 45 gradusdan yuqori yoki juda ham sovuqni, juda ham issiq yoki juda ham sovuqni aynan polimodal notsiretseptorlarimiz sezib beradi. Endi bular aynan bu retseptorlarimiz tuzilishi jihatdan ham farqlanadi. Qanaqa desak, termal yoki mexanik notsiretseptorlarimiz A delta miyelinli afferent nerv tolalaridan tashkil topgan. A delta miyelinli afferent nerv tolalaridan. Polimodal notsiretseptorlarimiz esa S tipdagi miyelinsiz afferent tolalardan tashkil topgan. Ya'ni chunki notsiretseptor bu og'riq sezadi-ku, retseptor qo'zg'aladi, keyin markaz tomon intiladi, o'shuning uchun ham afferent tola. Bu A delta miyelinli afferent toladan tashkil topgan bo'lsa, mana o'sha afferent tola bo'lsa, demak miyelin qatlami bor yupqa va bu miyelin qatlami bu nerv tolasi A delta deyilar ekan. Polimodal notsiretseptorlarimizda bo'lsa, mana nerv tolasi bo'lsa, unda miyelin qavati yo'q va bu S tipdagi afferent tola deb ataladi ekan. Bu notsiretseptorlar haqidagi ma'lumot edi. Endi aytyapmizki, barcha sezgilar retseptordan boshlanadi ekan. Sezgilar qanaqa yo'llari mavjud unda? Ya'ni qanaqa qilib sezgilar markazga yetib boradi va markazda, ya'ni po'stloqda qanaqa qilib analiz sintez qilinadi degan savolga javob topamiz. Bu uchun bizda ikki xil yo'l bor. Ya'ni odam organizmidagi barcha sezgilar ikki xil yo'l orqali bosh miya po'stlog'iga yuborilishi mumkin. Bu yo'llarning birinchisi lateral spinotalamik yo'l deb ataladi, spinotalamik. Ikkinchisi bo'lsa darsal kalum yo'li deb ataladi. Kalum degani pog'ona, darsal orqa. Darsal kalum yo'li deyiladi. Birinchisi mana lateral spinotalamik yo'l deyilyapti yoki anterior lateral spinotalamik ham deb ataladi. Biz endi qisqacha lateral spinotalamik dedik, bu darsal kalum yo'li. Endi lateral spinotalamik yo'lda nima seziladi bolalar desa, lateral spinotalamik yo'lda bu yuzaki sezgini ta'minlab beradigan yo'l hisoblanadi va bizda bu yo'l orqali og'riq hamda harorat seziladi. Aynan og'riq bilan haroratimiz yuzaki sezgiga kiradi.
Endi darsal kalum yo'lida nima seziladi desak, darsal kalum yo'li bu chuqur sezgini yo'li hisoblanadi va bunda vibratsiya, teginish hamda bosim sezgilari seziladi. Aynan shu sezgilarimiz chuqur sezgiga kiradi. Mana buni yozib qo'yaylik. Bu og'riq harorat yuzaki sezgi. Vibratsiya, bosim, teginish bo'lsa chuqur sezgiga kiradi. Chuqur sezgi. Endi bular haqidagi ma'lumotlar qanaqa qilib retseptordan po'stloqqa borish haqida gaplashib o'tamiz. Bunda mana birinchi retseptor qo'zg'aldi deylik. Mana hujayrada, terida shuni notsi retseptorimiz deylik va shu notsi retseptorim qo'zg'aldi. Ya'ni misol uchun qo'limni kesib oldim. Qo'limni kesganimdagi og'riq hissi qanaqa qilib bosh miya po'stlog'iga boradi. Mana notsi retseptor qo'zg'aldi, ya'ni yuzaki sezgining bittasi. Notsi retseptordan impulsni mana birinchi tartibli afferent tolam olyapti. Birinchi tartibli afferent tolam impulsni qayerga olib keladi? Orqa miyaga. Mana orqa miya. Orqa miyani chizib oldik. Mana. Aytib o'tganimizdek, orqa miyani kulrang moddasini orqa shoxi sezgiga javobgar edi. Demak, chizishda ham juda ham e'tiborli bo'lishimiz kerak. Aynan mana orqa shoxga olib kelamiz. Oldiga olib kelib qo'yamiz, chunki oldida harakat yoki mana oldiga olib kelmaymiz yoki mana oq moddaga o'tkazib qo'ymaymiz. Aynan kulrang moddadan boshlaymiz. Mana kulrang moddaga kirdi. Shu joyda juda ham diqqatli bo'lishimiz kerak. Juda ham e'tiborga moyil bo'lgan narsa shu joyda bo'ladi. Yuzaki sezgida birinchi tartibli neyronimiz mana orqa miyani orqa shoxida ikkinchi tartibli neyronga impulsni beradi. Mana shu joydan ikkinchi tartibli neyron boshlanyapti. Va shu ikkinchi tartibli neyron orqa miyada qarama-qarshi tomonga o'tib, oq modda orqali yuqoriga o'tib ketadi mana. Demak, yuzaki sezgi, ya'ni og'riq hamda haroratni sezadigan retseptorlar orqa miyaga kirgandan keyin ikkinchi tartibli neyronni hosil qiladi va bu ikkinchi tartibli neyronlar orqa miyada qarama-qarshi tomonga o'tadi va bu orqali yuqoriga yo'naladi. Mana aynan orqa miyada qarama-qarshi tomonga o'tyapti. Ya'ni shu tomonni biz chap tomon deydigan bo'lsak, chap tomondan nima bo'lyapti? Mana o'ng tomonga o'tyapti. Bolalar, sezgi o'ng tomonga o'tyapti. Va shu ikkinchi tartibli neyronimiz mana bu 2 bo'ldi. Ikkinchi tartibli neyron miya ustuni orqali impulsni talamusga olib kelib beradi. Mana shu joyimiz talamus. Demak, mana uni talamusga olib kirishimiz kerak. Mana talamusga keldi. Aynan talamusdan nima? 3-tartibli neyron boshlanyapti. Mana 3-tartib. Bu 3-tartibli neyronim bo'lsa, bosh miya po'stlog'iga impulsni beradi. Mana aytdi po'stloq desam, po'stloqqa kiryapti va po'stloqda mana 4-tartibli neyron hosil bo'lib, asosan bosh miyani parietal sohasi, ya'ni tepa sohasida og'riq sezish markazi joylashgan. Shu joyda og'riq sezgisi analiz va sintez qilinadi. Demak, mana bosh miya po'stlog'ida 4-tartibli neyron hosil bo'lyapti, afferent neyron. Demak, bundan xulosa shuki, bolalar, lateral spina talamik yo'limiz, ya'ni og'riq hamda haroratni sezib beradigan yuzaki sezgimiz qaysi tomonda yuzaga kelayotgan bo'lsa, ya'ni misol uchun shu mana retseptorimiz mana shu birinchi qo'limni kesib olgan tomoni, mana retseptorim chap qo'lim deydigan bo'lsam, chap qo'limi, shu chap qo'limdagi retseptor qo'zg'alib birinchi tartibli neyronga impulsni beryapti retseptor, keyin birinchi tartibli neyron orqa miyaga kelganda qarama-qarshi tomonga o'tyapti, ya'ni chap tomondan o'ng tomonga o'tyapti va shu o'ng tomon orqali talamusga chiqyapti va talamusdan ham o'ng tomon orqali po'stloqqa beryapti 4-tartibli neyronga. Bundan xulosa shuki, qachonki men chap qo'limni kesib oladigan bo'lsam, bu chap qo'lda og'riq yuzaga kelganligi haqidagi sezgim bosh miya po'stlog'imni o'ng yarim sharida analiz sintez qilinar ekan. Nima uchun o'ng yarim sharida analiz sintez qilinyapti? Chunki orqa miyada ikkinchi tartibli neyronim qarama-qarshi tomonga o'tib olyapti, ya'ni chap tomondan o'ng tomonga o'tib olyapti. Xuddi shuningdek, agar men o'ng qo'limni kesib oladigan bo'lsam, o'ng qo'limni kesganligim haqidagi
sezgim meni chap yarim sharimda analiz sintez qilinadi. Nima uchun? O'ng qo'limni kesganimda o'ng qo'ldagi kesilganlik haqida impuls orqa miya kirganda chap yarim shar tomonga o'tib oladi. Mana chap tomonga o'tadi va shu orqali bosh miya po'stlog'iga keladi. Bundan xulosa, demak, qaysi tomonda sezgi paydo bo'layotgan bo'lsa, yuzaki sezgida u haqidagi impuls bosh miya po'stlog'ini qarama-qarshi tomonda analiz sintez qilinar ekan. Chunki mana orqa miyada qarama-qarshi tomonga o'tyapti. Shu narsa juda ham muhim bolalar. Endi darsal kanum yo'lichi, hozir endi og'riqni misolda aytdik, mana lateral spinotalarik yo'lda. Harorat ham xuddi shunaqa. Misol uchun men o'ng qo'limni issiq pechkaga tekkizib olsam, shu o'ng qo'lim issiq pechkani ushlaganligi haqidagi ma'lumot orqa miyaga kirgandan keyin chap tomonga o'tadi va shu chap tomon orqali bosh miya po'stlog'ini chap yarim shariga yetib keladi. Bundan xulosa, demak, o'ng qo'lim bilan issiq ushlaganim haqidagi ma'lumotlar bosh miyani chap yarim sharida analiz sintez qilinadi ekan. Haroratda ham xuddi shunaqa, og'riqda ham xuddi shunaqa. Endi darsal kalum yo'lichi. Darsal kalum yo'li bu, aytib o'tdik, chuqur sezgini ta'minlab beradigan yo'l. Vibratsiya, teginish, bosimlar bu chuqur sezgiga kiryapti. Endi ularda impuls o'tishi qanaqa bo'ladi? Mana unda ham retseptor qo'zg'aldi deylik, Mana teridagi retseptor misol uchun qanaqadir bitta bosim berilyapti tanaga. Bosim berilyapti. Mana. Bosim berilyapti. Shuni hali tarozini toshi desak, bosim beradi-ku, og'irligini sezamiz. Shuni sezgan retseptorlar xuddi yuzaki sezgidek birinchi tartibli aferent tolani hosil qilyapti. Mana birinchi tartibli aferent tola. Va bu birinchi tartibli aferent tola orqa miyada, mana orqa miyani orqa shoxiga olib kiryapman bolalar. Mana orqa shox, chunki yana qaytarib aytaman, aynan orqa miyani kulrang moddasini orqa shoxi sezishga javobgar hisoblanadi. O'shuning uchun ham doim u yuzaki sezgi bo'ladimi yoki chuqur sezgi bo'ladimi, orqa shoxga olib kiramiz mana. Va aynan shu joyda mana ikkinchi tartibli neyronni hosil qiladi bu ham. Va bu ikkinchi tartibli neyron o'zini tomonidan yuqoriga chiqadi mana. Ikkinchi tartibli neyron. Tartibli neyron o'zini tomonidan yuqoriga o'tyapti. Bu yuzakiga o'xshab, qaram-qarshi tomonga kesmayapti. U aynan orqa miyada o'zini tomonidan yuqoriga chiqyapti. Mana yuqoriga chiqdi va miya ustuniga yetib kelganda bolalar, miya ustunining ham uzunchoq miya sohasiga. Mana miya ustunini chizaylik. Miya ustunini mana eng pastki qismi nima? Uzunchoq miya, keyin pons, keyin o'rta miyada. Shu uzunchoq miyaga yetib kelganda, qarama-qarshi tomonga o'tadi. Mana qarama-qarshi tomonga o'tadi va shu qarama-qarshi tomon orqali talamusga keladi. Va talamusda 3-tartibli neyronni hosil qiladi. 3-tartibli neyron. 3-tartibli neyron keyin po'stloqqa kelib 4-tartibli neyronni hosil qilib beradi. Mana 4-tartibli neyron. Demak, chuqur sezgida ham, ya'ni darsal kalum yo'lida ham qarama-qarshi tomonga o'tishi bor. Faqat bu yerda qarama-qarshi tomonga o'tish uzunchoq miya sohasida bo'ladi. Uzunchoq miya sohasida, ya'ni miya ustuni sohasida. Yuzaki sezgida bo'lsa, qarama-qarshi tomonga o'tish orqa miya sohasida bo'ladi. Orqa miyada. Ikkosida qarama-qarshi tomonga o'tish bor, ikkosida ham faqat joyida farq bor. Endi bundan xulosa shuki, chuqur sezgimizda ham mana sezganimizda, misol uchun shu retseptorim chap qo'limda bo'ladigan bo'lsa, chap qo'lim bilan qanaqadir bitta og'irlikdagi narsani ushlaganimda, shu narsa haqidagi ma'lumot chap qo'limdan mana orqa miyamga kirib, orqa miyani ham chap tomonidan o'tyapti-da, uzunchoq miya sohasiga kelganda o'ng tomonga o'tib olyapti. Va shu o'ng tomon orqali talamusga impuls beryapti. Talamus ham o'z navbatida o'ng yarim sharga bu haqidagi ma'lumotni beryapti va o'ng yarim sharda shu bosim haqidagi sezgim analiz sintez qilinyapti. Demak, chap qo'limda sezgan narsam chuqur sezgida ham o'ng tomonda analiz sintez qilinar ekan. Agar o'ng qo'limda ushlaydigan bo'lsam, chap yarim sharimda analiz sintez qilinadi. Bu darsal kalum yo'li edi. Endi bu slaydimizda mana aynan shuni ko'rib o'tishimiz mumkin, ya'ni ham chuqurroq bo'lish uchun, chuqurroq sezgi sizlarda haligi analiz sintez bo'lish uchun
Mana ikki xil sensor yo'limiz berilyapti. Bu mana dorsal kalum yo'li, bu mana anterolateral sistema, ya'ni hozir biz aytgan lateral spinotalamik yo'l. Endi mana birinchi mana dorsal kalumdan boshlasak, demak chuqur sezgini ta'minlayapti. Mana bosim, proprioceptor bo'lishi mumkin, ya'ni muskul pay bo'g'imda joylashgan retseptor, o'sha vibratsiyalar bo'lishi mumkin, ushlashlar bo'lishi mumkin va hokazo. Mana retseptor qo'zg'aldi, birinchi tartibli neyron hosil bo'lyapti, retseptordan impuls olyapti va u orqa miyada, mana shu orqa miyada o'zini tomoniga yo'nalyapti. Orqa miyadan keyin uzunchoq miyaga kelganda mana qarama-qarshi tomonga o'tyapti. Ya'ni chap tomon bo'lsa, bu o'ng tomonga o'tyapti. O'ng tomondan talamusga o'tyapti, talamusda ham o'ng tomonidan. Keyin ertadan 3-tartibli neyron hosil bo'lib, shu 3-tartibli neyronning bosh miya po'stlog'ini o'ng tomoniga mana impulsni beryapti. 4-tartibli neyron orqali, afferent tola orqali. Va shu o'ng yarim sharimda, agar bu chap tomon deb olsak, shu chuqur sezgi haqidagi ma'lumot analiz sintez qilinyapti. Yuzaki sezgimda ham xuddi shunaqa. Yuzaki sezgimda mana retseptor qo'zg'aldi. Bu o'sha mana termoretseptor ham bo'lishi mumkin yoki og'riq sezuvchi retseptor ham bo'lishi mumkin va hokazo. Endi shu retseptorlarim qo'zg'alganda buni ham chap tomon desak, mana bu retseptor birinchi tartibli afferent neyronni hosil qilyapti-da, bu neyronni mana orqa miyada ikkinchi tartibli afferent neyronni hosil qilganda orqa miyada qarama-qarshi tomonga o'tyapti. Bu uzunchoq miyada edi. Orqa miyada qarama-qarshi tomonga o'tib, misol uchun bu chap tomon desak, o'ng tomonga o'tyapti. O'ng tomondan yuqoriga talamusga chiqyapti. Talamusda ham o'ng tomoni. Bu joyda 3-tartibli neyron hosil bo'lyapti va 3-tartibli neyronim o'ng yarim sharida ham mana 4-tartibli neyroniga impuls beryapti va yuzaki sezgim haqidagi ma'lumot ham o'ng yarim sharda analiz sintez qilinyapti. Ikkalasida ham qarama-qarshi tomonda analiz sintez qilinadi yoki ikkinchi tartibli neyronlar qarama-qarshi tomonga o'tadi, faqat joyida farq bor. Shuni eslab qolishimiz kerak. Endi bu sezgi yo'limiz edi. Shu o'rinda harakat yo'lini ham aytib o'tib ketaman, chunki harakat yo'li ham oson, bolalar. Chunki mana sezgi borgandan keyin unga nisbatan harakat ham hosil bo'lish kerak-ku. Shu harakat qanaqa qilib hosil bo'ladi degan savolga javobni ko'rib ketamiz. Mana ikkala sezgi yo'limizni ham ko'rib chiqdik. Endi harakat yo'li qanaqa? Harakat yo'li odam organizmida harakatni ta'minlab beradigan yo'l piramidal yo'l deb ataladi. Piramidal yo'l. Endi bu yo'limizni boshqacha tartib kortikospinal yo'l deyishimiz ham mumkin. Kortikospinal yo'l. Nimaga? Mana korti degani po'stloq, spinal degani orqa miya, ya'ni po'stloqdan orqa miyaga yo'naladigan yo'l. Ya'ni bilamizki, harakat yo'li bo'lgandan keyin doimo efferent tola hosil bo'ladi. Efferent tola keladi, ishchi a'zoga kelish kerak. Markazdan periferiyaga yo'naladigan tola efferent tola edi. Periferiyadan markazga yo'naladigan tolamiz afferent tola edi. Biz afferent tolani hamda yo'llarini yuqorida gaplashib o'tdik, ikkitani. Endi efferent tolani yo'li bitta ekan xolos, kortikospinal yo'l ekan va bu haqida biz hozir mana gaplashib o'tamiz. Kortikospinal yo'l demak, nomiga muvofiq po'stloqdan boshlanadi. Endi mana po'stloq deb olsak, bosh miya po'stlog'i, buni chap yarim shar desak, buni mana o'ng yarim shar deymiz. Chunki bosh miya po'stlog'i ikkita yarim shardan iborat. Harakat yo'limiz mana hosil bo'lib kelyapti-da. Talamusdan ham o'tib ketyapti. Mana katta chizaylik, talamus desak shu joyda. Talamusdan ham o'tib kelyapti-da. Miya ustuniga kelganda, miya ustuniga harakat yo'limiz ham qarama-qarshi tomonga o'tadi mana. Va shu yo'l orqali, ya'ni qarama-qarshi tomon orqali orqa miyaga tushadi. Mana orqa miyaga tushadi. Orqa miyani qaysi qismiga? Oldingi shoxiga o'tadi. Chunki bilamizki, orqa miyaning kulrang moddasining oldingi shoxi aynan harakatga javob beradigan shox hisoblanadi. Orqa shox sezgiga. Va shu oldingi shox orqali periferiyaga yo'naladi. Ya'ni ishchi a'zoga va uni harakatga keltiradi. Endi shu joyda mana sezgi yo'limizni aytdik, 4 tartibli neyrondan iborat dedik. Harakat yo'limizni 2 tartibli neyrondan iborat deb olsak bo'ladi, chunki aynan po'stloqdan hosil bo'lib kelgan neyronimiz orqa miyaga kelganda mana ikkinchi tartibli afferent tolani hosil qilishi mumkin. Efferent tolani.
efferent tolani hosil qilyapti. Shu efferent tolamiz keyin ishchi a'zoga impulsni beryapti. Mana shu joyda. Mana chunki po'stloqdan tushib miya ustunida qarama-qarshi tomonga o'tdi va orqa miyaga kelganda mana bu birinchi tartibli neyronimiz ikkinchi tartibli neyronni hosil qilyapti. Shu tufayli ham harakat yo'limizni neyronlari ikki tartibli deb olsak bo'laveradi. Shu orqali bizda harakat yuzaga keladi. Misol uchun buni ko'rib chiqsak, mana men chap qo'lim bilan issiq pechkani ushlab oldim desam, issiq pechkani ushlab oldim. Shuni pechka desak, chap qo'lim bilan ushlagan shu issiq pechkam mana retseptorim qo'zg'aldida, birinchi tartibli neyronim orqa miyaga kelganda orqa shoxdan kirib ikkinchi tartibli neyronni hosil qildi. Orqa miyada chunki issiqni sezish termoretseptorim yuzaki sezgiga kiradi. Shu sababli ham orqa miyada qarama-qarshi tomonga o'tdi. Talamusga keldi. Erta 3-tartibli neyron, bu 2 edi. 3-tartibli neyronim keyin po'stloqqa kelganda 4-tartibli neyronni hosil qildi va shu joyda po'stlog'imda meni issiqni ushlab olganim haqida va bu organizm uchun shikastlantiruvchi ta'sir ekanligi analiz sintez qilindi. Va bundan keyin bizda pechkadan qo'lingni ol degan harakat impulsi hosil bo'ladi. Bunda nima bo'lyapti? Mana kortika spinal yo'lim hosil bo'ladi. Chunki mana afferent tolam po'stloqqa 4-tartibli neyron olib kelgandan keyin analiz sintez qilindi sezgi, keyin menda harakat boshlanyapti. Mana harakatim qanaqa qilib boshlanyapti? Chunki bu yerda nima qaysi yarim sharda analiz sintez qilindi? Chap qo'lim bilan ushlagan bo'lsam, o'ng yarim sharimda analiz sintez qilindi. O'ng yarim sharimdan demak impuls hosil bo'lyapti. Kortika spinal yo'li javobi. Unda keladida miya ustuniga kelganda o'ng yarim shardan kelyapti-ku. Chap tomonga o'tadi. Nimaga? Chunki kortika spinal yo'lda aytdikki, qarama-qarshi tomonga miya ustunida o'tadi dedik. Miya ustuniga kelganda mana chap tomonga o'tdi va shu chap tomon orqali orqa miyaga kirdi. Mana oldingi shoxga kirib, shu oldingi shox orqali mana chap qo'limga kelyapti. Yana ko'rdinglarmi? Ikkala tomonda ham qarama-qarshi tomonga o'tish bor, lekin baribir bitta tomonga kelyapti. Chap qo'limga mana qo'lingni ol degan impuls kelgandan keyin men issiq pechkadan qo'limni olaman. Shu orqali menda harakat impulsi hosil bo'ladi.